Hop, assalomu alaykum. Men ismim Yo'ldosh Ali. Hop, demak bugun gaplashmoqchi bo'lgan mavzuyimiz transformerlar haqida bo'ladi. O'zi qisqacha transformerlar haqida umumiy ma'lumotlar beradigan bo'lsak, transformerlar o'zi 2017-yilda Google'ning DeepMind jamoasidagi researcherlar tomonidan ilk bora Attention All You Need nomli maqolada ommaga taqdim etiladi va transformerlar hozirgi kunda juda ham ommaviy bo'lgan, katta yutuqqa erishgan desa bo'ladi va bular hozir o'zimiz kundalik foydalanib kelib turgan GPT modellarimizda ham asosiy milestone bo'lgan bo'ladi. Hop, transformerlar bunchalik mashhurlikka erishishiga asosiy sabablardan bittasi, bular asosan language tasklarda ko'proq foydalaniladi va bular ko'proq sequential datalar bilan yaxshi ishlaganligi uchun o'zidan oldingi RNN va LSTM modellaridagi datalar bilan ishlashdagi, sequential datalar bilan ishlashdagi kamchiliklarni bartaraf etganligi uchun, yaxshi natijalarga erishganligi uchun hozir ko'plab foydalanyapti. Hop, transformerlarning asosida shu RNN va LSTM modellari turibdi desak bo'laveradi. Hop, o'zi bular qanaqa modellar deydigan bo'lsak, RNN va LSTM modellari asosan bular ham language tasklari bilan ishlatilgan, sequential datalar bilan ishlatilgan va asosan ko'rib turganimizdek, mana classification, summarization yoki translation tasklaridan ko'plab foydalanilgan desa bo'ladi. Bular RNN modellarimiz va LSTM modellarimiz o'zidan oldingi datalardan foydalanib keyingi outputlarni predict qilgan va ular bizda data setimizni soni, qiyma o'lchami kattalashgan sari bularni demak oldingi datalar bilan bizni chiqarmoqchi bo'lgan datamizdagi bog'liqlikni memory issue bo'lib yo'qotishiga olib kelgan. Ular asosan aytaylik, so'zlar bilan ishlaganda so'zlarimizni bizni modellarimiz tushunmaydi. Shuning uchun word embeddinglardan foydalangan va har bitta so'zga aytaylik 50 ta, 100 ta yoki undan ko'proq bo'lgan vektorlarni so'zlarga biriktirish orqali ishlagan. Hop, demak transformerlarimizdagi asosiy algoritmlardagi asosiy juda ham muhim bo'lgan xossalari bu attention, ya'ni self attention desak bo'ladi. Buni yordamida o'zidan data setimizdagi hamma ma'lumotlarni bir-biriga bog'liqligini ifodalab, ularning orasidagi bog'liqligini topib olsak bo'ladi. Hop, o'z transformer modellarimizni ko'rinishini grafik shaklda mana shunday tarzda bularning algoritmlarini ko'rsak bo'ladi. Endi bularni hozir kichik bo'laklarga bo'lib o'rganishga harakat qilib ko'ramiz. Hop, demak bizda aytaylik language task bor desak, demak biz ingliz tilidagi so'zni ispan tiliga tarjima qilishimiz kerak bo'lsa, biz shuni bizdagi how are you degan so'zimiz bor. Endi bizga bu data bo'ladi. Buni biz transformerga input shaklida beradigan bo'lsak, transformerimiz bizga shu ispan tilida unga mos bo'lgan shu so'zlarni chiqarib berish kerak. Demak, how are you degan so'z ispanchada es como estés bo'lar ekan. Hop, endi buni transformer qanday bajaradi desak, demak buni ko'rib chiqamiz. Transformerimiz asosan ikkita katta bo'lak qismlardan iborat desak, buni bittasi encoder va decoder.
va o'z navbatida bu enkoder dekoderlarimiz ham o'zlarini bir umumiy bo'lak katta yaxlit algoritmlardan iborat. Xo'p, enkoderimizni ko'radigan bo'lsak, enkoderimiz o'zi mana shu tarzda bo'lar ekan. Xo'p, demak biz enkoderimizga inputlarimizni beramiz. Ya'ni bizda aytaylik tekstimiz bor va bu tekstni biz enkoderga berishimizdan oldin embed qilib olishimiz kerak bo'ladi. Bu embedding qilish nima? Bu embedding qilish bizni so'zlarimizni raqamlar, ya'ni tensorlar ko'rinishiga o'girib olish deymiz va bu haqida chuqur to'xtalmaymiz. Demak, bizda matnimiz bor bo'lsa, bularni embed qilganimizdan keyin transformerlarimizda biz bularga positional encoding qo'shishimiz kerak. Chunki nimaga? Demak, bizda so'zlarimizni ketma-ketligini saqlab qolishimiz kerak, ma'nosini to'g'ri ushlab qolish uchun. Misol uchun aytadigan bo'lsak, men oshni yaxshi ko'raman degan so'z bo'lsa, men ko'raman oshni yaxshi desak, bular yoki boshqa so'zlar bilan ma'nolari grammatik jihatdan yoki xato yoki o'zgarib ketishi mumkin. Shuning uchun biz har bitta so'zni grammatik jihatdan to'g'ri baho qo'yishimiz uchun biz bularni aytaylik indeksi, pozitsiyasini to'g'ri ushlab olishimiz kerak va biz buni positional encoding qo'shish orqali bu tensorimizga, ya'ni embedlarimizga qo'shish orqali biz buni saqlab olsak bo'ladi. Xo'p, endi bu positional encodingni qanday qilamiz degan bo'lsak, positional encodingni bizda sinus va cosinus. Xo'p, positional sinusoid yoki cosinusoid positional encoderlarimiz bor bizda. Bulardan foydalanish orqali biz bunga istalgancha kattalikdagi, ya'ni uzunlikdagi data setimizga biz ularga pozitsiya, ya'ni indekslarni qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, buni qanday qilamiz? Xo'p, aytaylik, misol uchun bizda matnimizda 4 ta so'zimiz bor. Har bitta so'zimizda 4 tadan vektor orqali embed qilganmiz deydigan bo'lsak, demak, har bitta vektorimizga mos ravishda sinusoid va kosinusoid o'qlaridagi nuqtalardan qo'shamiz. Bu enkodinglarimizni qanday qo'shamiz? Demak, mana bu eng pastki grafigimizdagi kosinusimiz grafigi desak, kosinus x grafigi deydigan bo'lsak, demak, birinchi so'zimizdagi birinchi vektor uchun bu grafigimizdagi mana bu yashil nuqtani positional encoding sifatida qo'shamiz. Uni ikkinchi vektoriga ikkinchi sinusoid, tepadagi sinusoid nuqtamizdagi mana shu x0 dagi qiymatni qo'shamiz. Uchinchi vektoriga unga mos ravishda tepadagi uchinchisi va biz aytaylik bitta so'zimizni nechta vektor orqali belgilab olgan bo'lsak, shuncha unga mos ravishda aytaylik 100 ta raqamlardan iborat tarzda biz bitta so'zimizni ifodalamoqchi bo'lsak, 100 ta mana shunaqa grafiklardan qo'shamiz va o'ziga mos ravishdagi pozitionlarni u vektorlarga qo'shish orqali buni topishimiz mumkin. Aytaylik, birinchi so'zimizga 4 tala vektoriga, birinchi vektorga bu, ikkinchisiga bu, uchinchisiga bu, to'rtinchisiga bu nuqtalardagi qiymatlarimizni qo'yish orqali yaratib olsak bo'ladi. Endi ikkinchi so'zimizga unga mos ravishda bu, mana bu va bu va bu, uchinchisimizga qolgan bu qatordagi nuqtalardagi qiymatlarni vektoriga qo'shish orqali ularga yangi vektorlarni hosil qilib yaratib olsak bo'ladi. Xo'p,
Endi shu yo'l orqali biz ularni endi ketma-ketligini saqlab oldik. Xo'p, demak endi biz ularni ketma-ketligini bilamiz va endigi qiladigan ishimiz xo'p, endi so'zlarning orasidagi bog'liqlik, ya'ni shu attention, ularni orasidagi self attentionni topamiz. Bu bizga nimaga kerak deydigan bo'lsak, boshda ko'rgan misolimiz, men oshni yaxshi ko'raman desak, men oshni yaxshi ko'raman, u juda mazali degan bizda tekstimiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerda u degan so'z aynan biz oshga nisbatan ishlatyapmiz va biz buni modelimiz hozir tushunmaydi va bizdagi so'zlarning orasidagi bir-biriga bo'lgan bog'liqlikni bilmaydi va biz bularni multi-head attention orqali topsak bo'ladi. Hop, endi bu qanaqa ishlaydi deydigan bo'lsak, hop, multi-head attentionda biz so'zlarning orasidagi bog'liqlikni topishimiz uchun bizga asosan biz ularni query'larni topishimiz kerak bo'ladi. Demak, bizda positional encoded bo'lgan vektorlarimiz bor, ya'ni bizni so'zlarimizga tegishli bo'lgan tensorlar bor va biz datasetimizdagi, ya'ni tekstimizdagi jamiki so'zlarni vektor tensorlari bor va ularning orasidagi bog'liqlikni topmoqchi bo'lsak, biz o'sha tensorlarni ma'lum bir weightlarga ko'paytirish orqali biz query'larni yaratib olsak bo'ladi va shu query'lar orqali aytaylik, men maktabga boraman degan so'z bo'lsa, shu yerda men degan so'zni query'sini topib turib, query'sini topamiz va bizni tekstimizdagi qolgan maktabga va boraman so'zlarini ham uchala so'zimizni ham alohida weightlarga ko'paytirish orqali keylarini topsak bo'ladi va shu query'ga mos ravishda har bitta so'zimizni shu men so'ziga qanchalik bog'liqligini topsak bo'ladi. Buni matrix multiplication orqali qilamiz. Aytaylik, bizda query'larimiz bor, har bitta so'zga shularni qilib chiqamiz. Demak, men va maktabga so'zlar orasidagi bog'liqlikni topishga harakat qilsak, bularni key va query'larni bir-biriga ko'paytiramiz. Demak, chiqqan qiymatimizni va qolgan men va maktabgani hisobladik. Endi men va boraman o'rtasidagi dot product, ya'ni key va query'larni ko'paytmasini hisoblab olamiz. Demak, bu ko'paytmalardan chiqqan sonimizni sigmoid functionga berish orqali, sigmoid emas, softmax activation functionga bu ko'paytmalarimizni berish orqali 0 va 1 oralig'idagi bularning qiymatlarini chiqarib beradi softmax va biz shu qiymatlarga asosan shu so'zlarimizni qaysi birini qanchalik foizda bularni qiymati bizni men so'zimizga yaqinligini topsak bo'ladi. Demak, bu topilgan probability'lar orqali endi bizda har bitta so'zimizda, aytaylik, bizda hozir misolimizda 3 ta so'z bo'ladigan bo'lsa, uchalasini ham o'zini alohida weightlardan tashkil topgan value'lar bo'ladi. Bu o'zini har bitta so'zniki o'zini alohida value'si bo'ladi. Bularni shu bizga muhim jihatlardan biri query, key va value'lardagi bizda weightlarimiz hamma kontekstdagi barcha ma'lumotlar, ya'ni so'zlarimiz uchun bir xil bo'ladi. Biz ularni positional encoded bo'lgan vektorlarga ko'paytirish orqali ularni farqlaymiz va shu qiymatlarni foydalanamiz. Endi bizda value'larimiz bor. Demak, softmaxdan chiqqan probability'larimiz bor. Shu probability'larni har bitta so'zni aytaylik value'larga ko'paytirib chiqish orqali bizda h ta bo'ladigan bo'lsa so'zlarimiz, shu h ni har birini o'zini value'larga ko'paytirish orqali va bularni oxirida
summation ya'ni qo'shib chiqish orqali topsak bo'ladi. Ya'ni probability'larni demak shu chiqqan qiymatlarga asosan qaysi so'zga ko'proq bog'liqligini, ularni qiymati kattasini olish orqali topamiz. Va endi yana davom etamiz. Bizda demak endi self attention weightlarimiz, self attention qiymatlarimiz ham bor. Va bularni normalization va ularni bizda positional encoded bo'lgan qiymatlarga qo'shish orqali yangi so'zga bog'liq bo'lgan yangi vektorlarni hosil qilamiz. Bu hosil bo'lgan qiymatlarimiz residual connection deb ataladi. Va endi ularni yana networkimizdan o'tkazamiz, linear forwarddan yurgizamiz. Shu bilan bizda enkoderimizda output qiymatlarimiz paydo bo'ladi. Xo'p, endi dekoder qismiga o'tadigan bo'lsak, dekoder qismimizda ham biz dekoderda nima qilmoqchimiz? Demak, bizda inputimiz bo'ladigan bo'lsa, biz taskimiz tarjima qilish bo'ladigan bo'lsa, bizga mana shu inputlarga mos ravishda tarjimani chiqarib berish kerak. Va bu tarjimalarni biz xuddi enkoderda qanday o'tkazgan bo'lsak, o'sha bosqichlardan o'tkazamiz. Ya'ni ularni embedding qilamiz, positional encodinglarni olamiz. Chunki ularni ham ketma-ketligini saqlashimiz kerak bo'ladi. Hop, endi qiladigan ishimiz bu masked multi-head attention bo'ladi. Bu nima deydigan bo'lsak, biz multi-head attentionni ko'rdik. Bunda biz nima qildik? Input, ya'ni inputdagi so'zlarimizning orasidagi bir-biriga bo'lgan bog'liqlikni topdik. Endi masked multi-head attentionda biz nima qilmoqchimiz? Translate ya'ni tarjima qilmoqchimiz va biz bunda masked multi-head attentionda endi biz dekoderimizdagi har bitta so'zni enkoderimizdagi outputdagi endi biz buni dekoderimizda ham xuddi shu ishni qilmoqchi bo'lamiz. Chunki biz dekoderimizdagi so'zlarni ham bir-biriga bog'liqligini topib olishimiz kerak. Nimaga bu masked deyilishining sababi? Demak, bularni o'zini tensori bo'ladigan bo'lsa, biz o'zidan bu translyatsiya qilish jarayonida so'zlarni o'zi ketma-ketlikda chiqarish kerak va o'zidan oldingi so'zga bu qaramaydi. Ya'ni o'zidan oldingi so'zni bilmagan tarzda har bitta qadamda ularning orasidagi bog'liqlikni topish kerak bo'ladi. Misol uchun bizda A, B, C bo'lsa, A, B, C degan so'zlarimiz bo'lsa, bizning matnimizda buni o'zini tensorlari bor, har bitta so'zni. Ya'ni scale score'lari bor, har bitta so'zning bir-biriga bog'liqligi. Biz nima qilamiz? Mana shu so'zlarni aytaylik, shunga bir qismiga, ya'ni o'zidan oldingi, misol uchun A bo'lsa, B va C ga, B bo'lsa C ga, undan oldingi ularga minus infinity'ni qo'shishimiz kerak bo'ladi, undan oldingi so'zdagi tensorlarga. Biz shu yo'l orqali undan oldingi so'zni tensorlarni maskirovka, ya'ni niqoblagan bo'lamiz va trening jarayonida bularni orasidagi bog'liqlikni topish jarayonida o'zidan oldingi so'zlardan foydalanmaydi. Demak, shu yo'l orqali biz bularni to'g'ri tarzda bir-biri bilan so'zlarni bog'liqligini, dekoderimizdagi so'zlarimizni ham bir-biri bilan bog'liqligini topib olsak bo'ladi. Hop, endigi bosqichimiz nima? Endigi qiladigan ishimiz, bizda masked multi-head attentiondan o'tkazdik. Buni normalizationdan o'tkazamiz yana. Normalization va yana residual connection qilamiz. Keyingi bosqichimiz bizda endi dekoderimizdagi multi-head attention bo'ladi. Endi biz
dekoderimizdagi so'zlarni bir-biri bilan bog'liqligini topdik. Endi biz bularni translate ya'ni tarjima qilib turganimiz uchun bizni enkoderimizdan chiqib turgan outputlarimiz bilan ham bu so'zlarning orasidagi bog'liqliklarni topishimiz kerak bo'ladi. Hop, buni qanday qilamiz desak, bizda enkoderimizda bizda key va query value qiymatlarimiz bor. Endi biz dekoderimiz uchun ham xuddi shularni hisoblashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizda enkoderimizda key query value'lar bor. Biz dekoderimiz uchun faqatgina query'ni hisoblashimiz o'zi kifoya qiladi va biz shu dekoderimizdagi query'ga qarab turib enkoderimizdagi demak dekoderimizdagi query value'larga asosan enkoderimizdagi bizda mavjud bo'lgan key value'larimizga dot product orqali ularni bog'liqligini topamiz va uni biz softmaxdan o'tkazish orqali softmax activation functiondan o'tkazish orqali ularni orasidagi bog'liqlikni probability'sini topib olamiz va oxirida har bittasini hisoblab qo'shib chiqamiz. Endi biz softmaxdan chiqqan qiymatlarimizga asosan qaysi birida katta qiymat chiqqan bo'lsa, ya'ni qaysi outputimizni probability'si katta chiqqan bo'lsa, biz shuni enkoderimizdan chiqqan mana shu qiymatni dekoderimizdagi translyatsiya bo'lib turgan so'zga bog'liqligi eng katta so'z deb olamiz va shundan foydalanamiz. Demak, shu orqali biz tarjima qilish taskimizni bajarishimiz mumkin. Shu endi biz transformerlar haqidagi qisqacha video bo'ldi. Xo'p, shular qisqacha transformerlar haqida bo'ldi. Transformerlar asosan enkoder va dekoder qismlaridan foydalanadi va biz endi xohlasak, bizda enkoderimiz bor. Biz buni ma'lum bir katta hajmdagi datada trening qilganimizdan keyin biz unga input kirgizish orqali dekoderimizga qanaqadir so'zlarni yoki savollarni so'rash orqali keyingi so'zlarni tarjima qilish, ya'ni GPT modellarini ishlash tarzi xuddi shunday. Bular faqat decoder sonli modellar hisoblanadi. Shunga o'xshagan modellarni olishimiz mumkin bo'ladi. Yoki faqatgina encoder qismidan foydalansak ham bo'ladi. Shular endi hozir biz transformerlar haqida qisqacha ma'lumotlar bo'ldi.